Shu fayzli joyga yig'iladiganmiz, buning sababchisi Dilshodjon bo'ladilar. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizga uzoq umr, sog'lik, sihat, salomatlik, ota-onangiz baxtiga doim sog' salomat bo'lib berishingizni tilab qolaman. Umringiz to'lsin baxtga, yeting orzu niyatga. Tabrik aytdim yurakdan. Tug'ilgan kun muborak. Yana bir tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizga uzoq umr, Alloh umringizni uzoq va mazmunli qilib bersin. Hamma yaxshi niyatlaringizga yeting. Bundan va ulug' natijalarga, buyuk natijalarga erishing. Birgalikda bo'lsin. 10 million bo'lish nasib qilsin Instagramda. Rahmat. Ana shu gapingizga men o'zim mutlaq qo'shilaman. Assalomu alaykum. Короче, bu Dilshod bilan 6 yil bo'ldi tanish bo'lganimizga. Hali bizdan hech kim tanimasdi, birga ijod qilishni boshlaganimizda qancha qiyin kunlarni o'tkazdik. Ko'chalarga qolib ketgan kunlarimiz bo'ldi. Och qolib ketgan kunlarimiz bo'ldi. Piyoz bilan non yegan kunimiz ham bo'ldi. Shu kunlarni borki boshimizdan o'tkazib, shunaqa darajagacha keldik. Muvaffaqiyatning oxiri yo'q. Chegarasi bor, lekin chegaralar bizlar uchun emas. Faqat oldinga. Jigarim, bugun sizni tavallud topgan kuningiz ekan. Chin qalbdan tabriklayman. Har doim kulib, xursand bo'lib shunaqa kunlarga har kunimiz nasib qilsin. Ilohim 99 ga kirib jigarim, siz mendan oldin o'ling desangiz ham roziman. Jigarim siz uchun любой joyga tayyor. Feruza opamizni sahnamiz markaziga taklif qilaman. Marhamat. Dilshod, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ray. Martabangiz, ulug' rizqingiz butun bo'lsin inshaalloh. Nima ham deymiz? 2 yoshga baxtlimiz. 2 yoshga baxtlimiz. Baxtli bo'ling. Rahmat, bu kishi qisqa va lo'nda qildi, chunki bu kishini gapirmasligini sababini mahosidaga aytaman. Bu kishi amalda qilishni yaxshi ko'radi. Menga nimalardir yasab, nimalardir deyish shart emas. O'zingizni, ko'nglingizni, ya'ni yuragingizdagi narsalarni bizga chiqarib bersangiz, biz xursand bo'lamiz. Kelishdik-a? Dilshod aka, tabriklayman. Yuzlarga kiring. Yigit boshingiz egilmasin. Dunyo turguncha turing. Rahmat. Qisqa va lo'nda juda ajoyib nutq bo'ldi. O'zimizni ham opalar ham singilda yaxshi ko'raman bu qizni. To'g'risi men o'zim o'shaning uchun ham hammamiz birgalikdamiz. Marhamat. Dilshod aka, sizni tabriklayman. Hammani niyatiga qo'shilaman. Yuzlarga kir, minglarga kir. Ota-onang maqsad qilgan maqsadga qadam bos. Rahmat. Rahmat, juda ajoyib nutq bo'ldi. Mana jigarim, yaqinim, do'stim, opam, singlim, xullas barchasida bu kishilar necha yillardan beri tanishmiz. Hurmat qilaman bu kishilar, o'sha ikkovimiz gaplari bor ekan. Marhamat, birgalikda eshitamiz. С рождения Dilshod, tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Yuzlari, minglarga kirib yuring. Undan ziyoda bo'lsin, shuncha yetib kelgan yo'llaringiz. Bir kesasiz qarshi. 1 million. 1 million. Davom etamiz. Sirga holatda qilishimiz uchun. Yigit boshingiz hech qachon egilmasin. Har doim hurmatda, e'lonida bo'lib yurishingizni tilab qolaman.
qo'ygan. Sal yaqinroq qo'y yoki bo'lmasa 2xga o'xshay boshlab qo'ying. Dianaga gaplarni berib qo'shamiz va kurukda qo'shilgan holatda. Kelishgan bu hozir men sizga birinchi bo'lib qo'shiq aytib beraman. Bu qo'shiq mana shu akamizga tegishli, muallifi shu akamiz. Lekin men o'zim sevib eshitaman ekan. Real o'zimga yoqadi. Qanaqa tomonaman? Ikkinchilikda bor narsani aytganim uchun menga yoqadi. Xo'p, sizlar bilan qarshingizda Dilshodbek Mirzayev va gitara chaluvchi Saidbek akamizning bir qilib sizlar uchun ajoyib ashulalarni aytib o'tadi. Ko'ramiz va eshitamiz. Yigitchilik ashulasi marhamat. Kamerani oling siz buni. Nelarni ko'rmadik ko'yoqchilikda, hech kim yo'qlamas ko'yoqchilikda. Bugun omadimni beryapti Alloh, boshimni egilmadi yigitchilikda. Bugun omadimni beryapti Alloh, boshimni egilmadi yigitchilikda. Nozli qaramaylar, menga sanamlar, sizga qaramayman, qizimdalamlar. Sizdan olmasman qo'sh qalamlar, boshim tegilmadi yigitchilikda. Меня зовут Рюкзак, все зовут меня.
göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan avlarlar rar 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 rar. Dedim ki her şey bende var 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 var. Onlar arkadan avlarlar rar 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 rar. Dedim ki her şey bende var 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 var. Gece saat 3 yollardayım, bazen Azer Baba darlardayım. Güzelsin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Rahmat yana bir bor kelganingiz uchun, kayfiyatlaringiz ko'tarishga voy. Tishlaymi? Nima? Rostda. Baxtli bo'lib. Abdi uraymi? Yo'q. Bugun shod baxtli bo'l uka. Bugun tug'ilgan kuni, qanaqa baxt aka, bugun tug'ilgan kuni. Rahmat yana bir bor sizga kelganlaringiz uchun. Voy rahmat aka. Talabgorlar bo'lsa $100 davayda. Talabgorlar ham. Böyle çayı bir konu, sen de böyle